Assalomu alaykum hammaga. Mana biz yana Survival Let's Play'ning ikkinchi qismini boshladik. Birinchi qismini ko'rmaganlar uchun birinchi qismini ko'rishni maslahat beraman. Chunki birinchi qismida men mana shu uyni qurganim, mana bu yerlarga qirni kelganim bor. Hozir biz bu yerda maqsadimiz temir aslaha, bu qismdagi maqsadimiz temir aslahagacha kuchayish va yaxshiroq baza qurish. Qani unda let's go. Birinchi men mana biz uyni buzib oldik. Endi mana bu yerlar bilan teksib chiqamiz, mana bu yerlarni. Yoki teksib turganiga boshlangan o'qiramiz. Hamma yaxshi yerin teksib o'qirib olamiz, chunki bu yerda kichkina va nozik qanday. Biz hozir nima qilamiz? Birinchi biz uyimizga yaxshiroq joy topishimiz kerak. Cho'ldan o'qiramizmi yoki mana bunaqa joydanmi? Menimcha cho'lda hayvonlarcha paydo bo'lmaydi, shuning uchun ana shu tog'ning ustidan o'qiramiz. Hamma joy yaxshi ko'rinadi. Va mana bu konlar hamma joyga ham yaqin. Bu konga keyinchalik tushib chiqamiz temir aslaha uchun. Unda mana bu tog'ning ustiga bir amalab chiqib olishimiz kerak. Obunachilar nima deysiz? Mana bu yer to'g'ri keladimi qurishga? Mana bu daraxtlarni olsak, hamma joy yaxshi ko'rinyapti, hamma joy chiroyli manzarada. Mana yerda qovoqlar bor. Mana shu yerda quraman. Bu yerda bog' bo'ladi. Turli xil hayvonlar fermasi bo'ladi. Xullas bugun mana shu qismda mana shu yerda to'g'rilab o'qirishga harakat qilamiz. Bu leksionimizning ikkinchi qismi. Agar video ostida 20 ta like yig'ilishi bilan bu videoning 3-qismini ham olaman. Iltimos shuning uchun videoga like bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz esa obuna bo'ling. Daraxtlarni ham topib oldik. Endi bu yerni tekislab, uy uchun joy hozirlaymiz. Xo'sh, qani kommentariylarga yozinglar, men qanday video olaman. Bu yangi kanal, iltimos. Mening videolarim hozir bu yerni tekislab olishimiz kerak. Bu joyini esa men videoda albatta qilib tashlayman. Mana uyimiz joyidan tozalab oldik. Toza bo'lguncha ketib chiqamiz. Endi biz bu yerda tun o'tkazib borib, ertaga esa uy quramiz. Qani kommentariyaga fikrlaringizni yozinglar. O'sha fikrlarga qarab men yana ham yaxshiroq video chiqarishga harakat qilaman. Kimda qanday fikrlar bor? O'sha fikrlarga qarab videoni yaxshilashga harakat qilaman. Endi uyimizni qurishimiz kerak. Qaysi yog'ochdan qursam? Mana akatsiya yog'ochi, oddiy yog'och. Akatsiya yog'ochidan o'rtasidan quramiz. Bu bilan esa hozir 1 ta 3 ta 4 ta 5 ta. 8 bitta bo'lsin. 3 4 5 6 7 8. Mana shunday qilib 4 qoldi. Shu yo'g'a çok düştü. Yerda oddiy oshim yaxshi ekan. Xo'sh, ip. Bizga ham hali ovqat ham kerak. Ovqat topamiz hali. Biz qolib chiqishimiz kerak. Mana qo'y esa nima uchun kerak? Kerakni boqib olarman balki. Oddiy yog'och kerak bizga. Oddiy yog'och esa menga juda olisda ekan. Uyini tog'ni qurib to'g'ri qildimmi bu deysa biz kommentariyalarda yozib qoldim. Balki qachon qurganim yaxshimidi.
nasib sizlarga yaqinroq joyda. Lekin tog' ustida manzara yaxshi-da. Pastdan ko'ra manzara tog' ustida yaxshiroq. Ham u yerda mazza qilishsa bilan uncha zombi chiqolmaydi yaqacha. Ham yo'q xavfsiz, lekin mana bu soda sal uzoqroq ekan. Bu soda uzoq ekan. Endi nima qilay? O'sha yoqdan qurish boshlanadi, o'sha qurib bitadi. Ammo bu dala qolagan ish bo'ladi. Minecraft logikasi yo'q deganlar meni fikrimga qo'shiladimi? Minecraftda logika mavjudmi? Endi bu Minecraft logikasi bu Minecraft logikasi. To'g'ri-ku, siz Minecraft o'ynagansiz-ku. Minecraft fiziga tupurib qo'ygan. Shundaymi? Mana masalan, men tog'ni ustida qo'yaman, chekkagacha qo'rqishda hech nima bo'lmaydi. Tortish yaxshi ishlamaydi bu Minecraftda. Agar tortish yaxshi ishlashini xohlasangiz, birorta mod qo'shish kerak, fiziklar modini. Bunaqa modlar esa internetda qilib beradi. Buning uchun sizni kompyuter yoki telefoningiz kuchli bo'lishi kerak. Mana masalan, mening telefonim o'ta kuchli. Bunaqa modlar chiday olmaydi. Lekin men baribir video olib o'taman. Chunki men taslim bo'ladigan odamlar emasman. Men tog'im qaytmayman. Hozir adashtirib qo'yapman tog'imni. Hamma tog'lar bir xil savunida, hamma tog'lar. Xo'sh, hozir bu yerga chiqib olamiz. Hali bu yerga chiqishga zina ham quraman deyman-da. Chiqishga olishim kerak. Bunaqa chiqib yuravermaymiz, karta-kartamizga blok qo'yib. Endi uyni qurishimiz kerak. Qurib bo'lgandan keyin uyga yig'amiz, asarlar quramiz. Va albatta mana bu chiqish yo'lini ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, mana bu uyni men qurib bo'lgunimcha iltimos videoga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Chunki bu kanal rivoji uchun juda ham muhim. Gap qoldi. Bor ko'proq chopib kelish kerak edi boya. Lekin hozir ham buni buzib ketsak bo'ladi. Lekin to'g'ri tuta quramiz baribir. Chunki men boya aytganman, taslim bo'ladiganlardan emasman. Xo'sh, qo'ychi. Seni o'ldirib yuboraymi yoki boqib olaymi o'zimni? Menimcha seni o'ldirib nima qilaman, o'zimda ham 4 ta junim bor. Seni menga keyinroq boqib olaman. Shuni o'tlab tur. Sheyga boqib olaman. Tezlarni ko'paytiraman. Nega o'zimdan. Agar YouTube'da Artifact kanaliga obuna bo'lgan bo'lsangiz, menga ham obuna bo'lib qo'ying. Chunki men ham sizdek Artifactning obunasiman. Xo'sh, nima deyatdik? Bundan keyin uy qurgandan keyin fermaga bo'lamizki, turli fermalar quramiz. Keyingi qismda esa Nezerga borib kelamiz keyingi qismda. Agar video tagida 20 tadan ko'proq like yig'ilsa, men keyingi qismni olaman. Ya'ni biz Nezerga borib kelamiz. Xo'sh, menimcha birdan ko'proq chopib olaylik, yana qaytib. Yaxshi ham yerda katta o'rmon bor. Yaxshi ham endi cho'loq. Yog'ochdan qisib o'lib ketaman balki. Sizlarcha Minecraftda qaysi biri muhim? Yog'ochmi yoki temir? Qaysi biridan ko'proq narsa yasaladi deb hisoblaysiz? Bu fikrlaringizni esa kommentariylarda yozib qoldiring. Mening fikrimcha bu temir bo'lsa kerak. Chunki temirdan yog'ochdan ko'proq narsa yasaladi. Lekin yog'och ham juda ham muhim. Chunki yog'ochsiz hech narsa yasab bo'lmaydi. Mana masalan bolta yasayman, dastasiga yog'och kerak. Turli xil juda ko'p narva yasayman, bunga ham kerak. Hali o'zi yo'lni tekstirib chiqishimiz kerak, toqqa chiqadigan yo'lda. Xo'sh, qancha o'tdi? 41 ta yog'och yetib qolsa kerak. Xo'sh, yana shu yoqqa qaytib chiqishimiz kerak. Yo'lni hozir to'g'rilab ketsam. Menimcha hozir yo'lni to'g'rilab ketsam ham bo'lardi. Mashina chiqishga yo'q qilsak-da mana shu.
to'g'ri katta zina hisobda. Suratga tushib ketarmi yoki? O'zim mana shunday katta zina qilaman. Oppoq zina bor, katta oppoq zina. Shu yerda boyada men qaynasiga to'g'ri chiqyapti. Bu yerda kon bor deyman-a. O konni kiyib chiqamiz deydi qo'rqo'g'andan. Akatsiya ochib. Xo'sh, siz Minecraftni qaysi versiyasini o'ynaysiz? Men telefonim o versiyaga juda qotgan. Haqiqatan Minecraftni men ham o'ynay olaman. Faqat o versiyaga juda telefonim qotgani uchun bu versiyada video olyapman. Kompyuter olganimdan so'ng bu versiyada video olishni boshlayman. Uning uchun siz obuna bo'lib qo'ying, men esa stream qilib qo'yaman. Albatta streamga dalab qilishni ham unutmang. Aks holda men kompyuterni qayerdan olaman? Xo'sh, videomiz shu joyda nihoyasiga yetishiga to'g'ri kelyapti. Chunki men YouTube'ga hali kanalimni unchalik to'liq tasdiqlaganim yo'q. 12 minutdan oshiq video qo'yib bo'lmaydi. Men esa qo'limdan kelganicha qildim. Shuning uchun meni kechirasiz. Videomiz juda uzun bo'lib ketishi ham noto'g'ri. Chunki YouTube'ga men 15 daqiqadan ziyod video qo'ya olmayman. Lekin videomiz hali endi 12-13 daqiqa bo'libdi. Men yana 1 daqiqa video olaman.